Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 89. sure Fecr. Mekke'de nazil bo'lgan 30 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Sübhi bilan, Zulhəccining dastlabki 10 kechisi bilan, Qurbanlıq kuni bilan, Arif kuni bilan, koinotning ajoyib harakati bilan, o'tgan kecha bilan qasamki, kofirlarga cho'qim azob qilamiz. Aql egasiga buningdan, ya'ni yuqorqi narsalardan qanoatlanarli qasam bormi? Parvardigoringning ot kuchlik Eramni qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi? Bundoq odamlar boshqa shaharlarda yaratilmagan edi. Shuningdek, vadi quradi toshlarni kesib, uylarni bino qilgan Samudni Alloh qandoq jazoladi? Shuningdek, qo'ziqlar egisi Fir'avnni qandoq jazoladi? Ular shaharlarda zulm qilishda haddidan oshdi. U yerlarda buzg'unchilikni ko'p qildi. Parvardigoring ularga qattiq azobni nozil qildi. Parvardigoring bandalarni albatta ko'zitib turg'uchidir. Parvardigori insonni sinab aziz qilsa va uningga ne'mat bersa, u Parvardigori meni aziz qildi deydi. Parvardigori insonni sinab rizqini tor qilsa, u Parvardigorim meni xor qildi deydi. Hargiz undaq emas. Sizlar yetimni hurmat qilmaysizlar, bir-biringlarni miskinga osh, non berishga targ'ib qilmaysizlar. Mirosni halol harom demasdan adab yeysizlar. Molni erislik bilan noiti do'st tutsizlar. Ey g'ofillar, buningdan yeninglar. Zamin orqama-orqa tavirgan chaqda, Parvardigoring kelgan va farishtalar sap-sap bo'lib kelgan chaqda, gunohkorlarni ko'rish uchun jahannam keltirilgan chaqda, shu kunda inson ya'ni kofir dunyodagi qilmishlarini eslaydi. Bu chaqda eslaganning uningga nima foydasi bo'lsin? U aytadiki, "Kashki men dunyodagi hayot vaqtimda yaxshi ishlarni qilgan bo'lsam-chi, shu kunda hech ahadi Allohga osiylik qilganlarni Alloh jazolagandek jazolamaydi. Hamda hech ahadi Alloh bog'lagandek bog'ilmaydi." Ey aram topquchi jon, sen Parvardigoringdan mamnun, Parvardigoring sendan rozi bo'lgan holda uning dargohiga qaytqin. Sen mening yaxshi bandalarim qatoriga qo'shilgin, mening jannatimga kirgin.